Yoshlar uchun 101 hikmat. Muqaddima. Jinim bolam, men sana ilgari ko'p qitim aytqan. Mening nazarimda sen dunyodagi eng aqlli, eng yaxshi bola. Men sen bilan mangu faxrlanaman. Holbuki ba'zi chaqlarda ko'nglim to'satdilla g'ash bo'lib qoladi. Sababi sening bu dunyoga kelishingga sababchi bo'ptiman-u deganda ko'p narsalarni beramabdiman. Shunga ko'zimning ochiq vaqtida o'zimning kishilik turmushdan olgan har xil ta'sirotlarimni sana so'zlab bersam degan umiddaman. Bu ta'sirotlarning hammasiga o'zim erishgan deyolmayman. Ba'zilarini hatto o'zimni tushunib bo'ladiganim yo'q. Qisqagina hayotda buncha ko'p aqliy boylikni hazm qilib bo'g'ilib bo'lmaydi. Ammo sen ularning ichidagi ma'lum bir qismini tushunib yetalasang, ham uni o'z turmushingga tatbiqlay olasan, ishonamanki, sen cho'qim baxtli o'tasan. Kichik chaqlaringda karvatingning yanida o'ltirib, sana nurg'un masal cho'chaklarni o'qib bergan edim. Sen ularga mabdum bo'lib ketding. Balaliq dunyosidagi tushlarga asir bo'latding. Uzoq yillardan beri sening shu sabiy tushlaringni buzib etishni xohlamay keldim. Ovozliq asarlar Abdi Tali.